Do'stlar, mana boshlaganimiz ikkinchi kuni polnisda buzib tashladik, hamma yoqdi, shkaflarda hammasini buzib, hammasini musorlarni joyiga yig'dik. Endi shuni hozir eshiklar buzish bo'lyapti. Hozir polnisda kraskalarni buzib tashladik. Xo'sh, endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, xuddi shunday hamon polnisda plastiklar olib tashladik. Endi vandan musorga chiqarib tashlaymiz. Xuddi shunday bu yerga ham gipsa kartondan перегородка qilib dekor plastik yopishtiramiz. Devor hozir shunday turibdi. Buni ham patalon olib tashlaymiz sizlarga. Faqat ranglab qo'yamiz, tamom bu yerda. Do'stlar, ko'rsatib o'tdim. Bu xona. Hozir buni ham bir sloy shpaklovkasini shilib tashladik, orqasida yana bir sloy bor ekan. Buni ham shilib tashlayapmiz. Xuddi shunday mana kuxni do'stlar. Hozir bu yerda esa podokonnetga qo'yishga joylar tayyorlayapmiz. Har bitta oynamiz oldi podokonnetlik bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda ham xuddi shunday gipsa kartondan patolog bo'ladi. Birinchi qismda ko'rgan bo'lsalaringiz, plastik olib tashladik, gipsa karton qildik. Bu yer bilan teng qilib yuboramiz, bu tomon chuqurroq bo'ladi.